Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Demak, darslarimizni davom ettiramiz. Xo'p, oldingi darslarimizda biza jadvallardagi ma'lumotlarni umumlashtirib, ularni agregatsiya qilib, jadvalimizda qancha qator borligini, u qatorlar agar raqamli qiymatlar, sonli qiymatlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, o'sha qatorlarni demak, umumiy qiymatlarning umumiy yig'indisi, u qiymatlarning ichidagi eng katta maksimum qiymatni, minimum qiymatlarni topishi va o'rtacha qiymatlarni topishni o'rganib chiqqandik va undan tashqari, demak, qatorlarni qaysidir bir ustunni olib turib, uni demak o'sha ustunlar bo'yicha guruhlab chiqqandik. Misol uchun, customers tablitsasida demak har bitta davlatdan bizada qancha xaridor bor yoki invoices degan tablitsada har bitta davlatdan bizaga qanchadan xarid bo'lgan va qancha tushum bo'lgan, nechta misol uchun albom sotilgan, nechta trek sotilgan, har bitta davlatda demak umumiy qancha tushum bo'lgan, maksimalniy tushum qancha, minimalniy tushum qancha bo'lgan, shularni ko'rib chiqqandik. Hozir yana shu darslarimizni davom ettirgan bo'lamiz. Hop, birinchi navbatda biza so'rov yozib olaylik. Oldingi qaytargan so'rovlarimiz har bitta davlatda bizada demak qancha xaridorlar borligini so'rovini yozib chiqamiz. Demak, buning uchun hozir sizlarga yodinglarga solib o'taman. Schema qilib, demak, customers degan jadvalimiz bor edi va uni demak ustunlar nomi, demak customer ID, first name, last name, company, address, city, state, country degan bir qancha ustunlardan iborat edi. Va davom etamiz. Hozirgi natijamizda demak xaridorlarimiz qaysi davlatdan qanchaligini chiqarib bergan va ularni kamayish tartibida qaysi davlat demak xaridorlar soni bo'yicha kamayish tartibida demak chiqargan jadvalimiz edi. Endi aytaylik, bizani rahbariyatga kerakki 5 tadan yuqori bo'lgan, 5 tadan ko'p bo'lgan xaridorlari bor mamlakatlarni demak bizga ro'yxatini bergin deydigan bo'lsa, qanaqa qilamiz? Savol bo'lishi mumkin. Bu o'zi shunda ko'rinib turibdi-ku, demak qisqagina jadval-ku deyishinglar mumkin. Demak, haqiqiy amaliyotda bo'lishi mumkin bunaqa 24-25 qatorli jadval emas, bir qog'ozga sig'adigan jadval emas, bir qancha sahifalarni band qiladigan jadvallar chiqishi mumkin agregatsiya filtrini o'zida. Shu holatda demak filtrlash ishlatiladi. Xo'p, biza filtrlashayotgandik esinglarda bo'lsa, so'rovimizni qaytaramiz. Control from word so'zi yordamida filtrlashayotgandik va bizaga aytyaptiki, xaridorlari 5 tadan ko'p bo'lsin. Count 5 qildik va group by deymiz. Country count group by country qilsak xato chiqazib berdi. Xato chiqazib beradi. Xo'p, nimaga xato? Mana bu yerda xato chiqazib berdi. Biza word filtrini ishlatgandik oldin. Word filtrini ishlatgandik. Unda demak qo'shiqni agar filtrlagan bo'lsak, demak 5 minutdan yuqori bo'lgan qo'shiq yoki demak $1 katta bo'lgan qo'shiqlarni filtrlab yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Kanada yoki Braziliyadan bo'lgangina xaridorlarni chiqarib berganda word filtrini ishlatgandik. Bu yerda bo'lsa mana bu yaratgan jadvalimizda mana bu so'rovimiz bo'yicha word filtri ishlamaydi. Nimagaki? Bu yerda bizada agregatsiya funksiyalari ishlatilgan, count istalgan agregatsiya funksiyalari ishlatilgan joyda demak word filtri ishlamasligi mumkin. Ishlaydigan holatlari bor, buni ko'rsatib o'taman va uni sababini ham aytaman. Lekin agregatsiya bergan ustunlarning hech qayerida bizada word filtri ishlamaydi. Unda nima ishlaydi? Uni o'rniga demak guruhlashni filtrlash uchun, guruhlangan demak ma'lumotlarni filtrlash uchun alohida having degan so'z bor. Having degan buyruq bor. Xuddi shu buyrug'imizni qaytaramiz. Demak, mana bu
so'rovimizni qaytaramiz. Tak. Word hozircha kerak emas bizga. Demak, order by deymiz. Order by ham hozir kerak emas. Group by country demak, guruhlar davlat bo'yicha guruhlaymiz va having deb mana endi filtr yozamiz. Having count, ya'ni mana bu guruhlashgan ustuni 5 dan katta bo'lsin va nuqta virgul bilan tugatamiz. Shunda mana bizda so'rovimiz natija beradi. 5 tadan katta bo'lgan davlatlarning ro'yxatini chiqarib beradi. Xo'p. Nima uchun demak mana bu filtrlashni group bydan oldin qo'ymadik? Chunki having degan buyruq faqat guruhlangan ma'lumotlarnigina filtrlaydi. Uning uchun boshida bizga guruhlangan demak so'rov kerak, guruhlangan jadvalimiz kerak. Agar group bydan oldin ishlatib qo'yadigan bo'lsak, guruhlanmagan jadvaldan turib u bilmay qoladi nimani filtrlashni. Xo'p. Endi having bilan demak bilib oldik, guruhlangan jadvallarni having orqali filtrlar ekanmiz. Kelinglar. Xo'p. Hozir havingga yana bitta misol ko'rib chiqamiz. Jadvallarimiz bor edi. Invoices degan jadvalimizdan ko'rib chiqamiz. Demak, select all from invoices deymiz. Limit enter. Xo'p. Mana bu davlatlar kesimida qaysi davlatlardan qanaqa demak bizada sotuvlar amalga oshganini ko'rsatib beradi. Birinchi sotuvimiz demak Germaniya davlatidan umumiy $198 sotuv amalga oshgan. Ikkinchi sotuvimiz Norvegiyadan $396 sotuv amalga oshgan. Bizga hozir hop har bitta davlatlardan demak davlatlar kesimida qanchadan nechta sotuv amalga oshgan va umumiy qancha tushum bo'lganligini so'rovini yozib chiqishimiz kerak. Mana misol uchun Germaniyadan mana hozir birinchi 10 ta qator oladigan bo'lsak, Germaniyadan birinchi sotuv $198 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi sotuvimiz $0.99 sotuv amalga oshgan. Uchinchi sotuvimiz bo'lsa, demak $1.98 yana sotuv amalga oshgan. Fransiyadan bo'ladigan bo'lsa, birinchi sotuvimiz $1.98, ikkinchi sotuvimiz esa $396 sotuv amalga oshgan ekan. Hozirgi so'rovimizda umumiy davlatlar kesimida qanchadan sotuv bo'lgan va ularning umumiy summasi qanaqa? Hozir birinchi 10 ta qatorni agar oladigan bo'lsak, umumiy jadvallar emas, hozir mana birinchi 10 ta qatorni o'zida itogoviy summasini chiqaradigan bo'lsak, demak mana Germaniyadan 1.98, 0.99, 1.98 ga 3 ta sotuv bo'lgan va ularning umumiy summasini demakmi yig'indisi 1.98 2 marta va unga yana $0.99 yig'inda bo'lishi kerak. Shunaqa ma'lumot chiqarib berishimiz kerakki, mana shu invoices tabellasida davlatlar kesimida umumiy qancha sotuv bo'lgan va umumiy tushum qanaqa bo'lgan. Buni hozir chiqarib beramiz. Demak, select deymiz. Billing country kerak bizga. Count. Demak, umumiy qatorlar soni as deymiz. Umumiy sotuvlar. Xo'p, keyingisi sum deymiz. Mana bu sum bo'yicha mana bu ustunni o'zini olamiz. Ya'ni qancha qiymatga sotuv bo'lgan, amalga oshgan. Demak, total as umumiy tushum deylik. From invoices tabellasasidan guruhlashtiramiz. Group by deymiz. Billing country bo'yicha. Agar billing country desam, demak davlatlar kesimida demak menga guruhlashtirib beradi. Shunaqangi nimasi bor, invoice data bo'yicha demak
sanalar bo'yicha ham guruhlashtirib berish mumkin. Demak, qaysi sanada qanaqa sotuv bo'lganini ham unda aniqlashtirishimiz mumkin. Bizga hozir demak billing country kerak. Bosamiz va order by deylik. Uni tartiblashtirish so'm total kamayib borish tartibida, ya'ni eng katta sotuv bo'lgan, tushum bo'lgan va demak ularni kamayib borish tartibida chiqazamiz. Mana so'rovimiz natijasi. Amerika Qo'shma Shtatlarida eng katta tushum $523 bo'lgan ekan umumiy davlatlik kesimida. Undan keyingi demak o'rinda Kanada turibdi. $303 Kanadadan tushum bilan bizda jadvalimiz kelib chiqdi. Xo'p, bizaga aytaylik rahbariyatdan shunaqangi so'rov bo'lsinki, xo'p, umumiy sotuvlar soni 10 tadan ko'p bo'lgan. Mana bu Chili, Irlandiya, Vengriya, Avstriya, Finlandiya 10 tadan kam sotuv bo'lgan davlatlardan anaqasi kerak emas bizga, qiymati kerak emas. Faqat 10 tadan ko'p bo'lgan sotuv amalga oshgan davlatlarning qiymatini bergan desa, nima qilamiz? Xuddi shu so'rovimiz yozib o'tirmay, mana xuddi shu so'rovimiz invoice tablitsasidan demak billing country bo'yicha guruhlaymiz va having qilamiz. Having so'zi demak agregatsiyalashgan tablitsamizda, jadvalimizda filtrlash uchun ishlatiladi. Demak count deymiz. Umumiy sotuvlari bizda 10 tadan ko'p bo'lsin. Va demak order by sotuvlarning summasi bo'yicha demak kamayish tartibida filtrlab bergan. Mana xuddi tepadagi jadvallar o'zi, faqat bizda demak were so'zini o'rniga demak agregatsiyalashgan jadvalimizda having ishlatib turib nimani filtrni amalga oshirdik. Endi shunaqangi bo'lishi mumkinki, bir qancha shart bo'lishi mumkin. Xuddi having da esingizda bo'lsa and, or yoki misol uchun not degan, in, between, like degan komandalarni ishlatgandik, operatorlarni. Bu yerda ham having da ham xuddi shunaqa demak ularni demak tanlama bo'lishi mumkin, bir qancha shartlarni. Hozir bizda umumiy sotuvlar aytaylik 10 tadan kichkinalarni olmadik, mana bu qatorlarni olmadik. Faqat mana bu 10 tadan ko'p bo'lganlarni oldik. Endi aytishim mumkinki 10 tadan ko'p bo'lsin sotuvlar va umumiy tushum $100 dan katta bo'lganlarni olgan faqat deydigan bo'lsa, having o'rniga mana bu yerda ikkinchi funksiyamizda end deb turib $100 dan kattalarni olamiz. Ya'ni ikkita shart ham bajarilishi kerak. Birinchisi 10 tadan demak birinchisi ko'p bo'lishi kerak sotuvlar. Ikkinchisi demak bizda umumiy sotuvlar soni $100 dan yuqori bo'lishi kerak. So'rovimizni xuddi shu so'rovimizni qaytaramiz. Having demak filtrlash va end deymiz. End so'rovi yordamida demak total katta bo'lsin $100 dan, ya'ni 100 dan katta bo'lsin. Demak order by deymiz. Sum total descending orderda kamayish tartibida. Mana bu bizda birinchi end tablitsamiz hamma sotuvlarning qiymatini barcha tushumlar bilan ko'rsatgan. Hech qanaqa filtrsiz. Ikkinchisida demak shart qo'ydikki, faqat 10 tadan ko'p bo'lgan sotuv amalga oshgan davlatlar ro'yxatini bergin degan va uchinchisi bo'lsa 10 tadan ko'p bo'lsin, ikkita shart ishlatdik va demak umumiy tushumi $100 dan katta bo'ladigan jadvallar chiqarib bergin desa, mana jadvallarimiz agregatsiyalashgan jadvalimiz o'zi kichkinalashib, demak bizga kerakli bo'lgan qiymatlarni chiqarib beryapti. Xo'p. Hozir biz having o'tdik. Bu yerda biz were demak filtrlashni ham ishlatishimiz mumkinmi desa, ishlatish mumkin albatta.